Erkak bozorda savdolashmasa testosteroni baland ekan. Hozir Instagramda testosteron haqida nimalar deyishyapti? Mana ko'ringlar, keyin aytib beraman. Bozordachi testosteroni baland bolalar ishlaydi. Nimaga aytayman? Mana shu bitta qator yurib keldim, hamma gap otdi o'zing ham. Restoranlarga borib qolinglar. Bolalar Kleopatra bo'lib o'tiradi-yu. Voy, onasini emsa, haqiqiy mana mujiklar mana shu bozorda bo'ladi, ishoninglar. Xotinim bilan ko'p urushyapman. Testosteron ispas. Mayda gap bo'lib qolganman. Testosteron ispas. Testosteron balon yirkib bo'ladi endi hali. Uncha narsaga mayda gap yoqmaydi. Voy, menga zdachi bermabsiz, pasaytiring. Men bu 10 ming narsani 5 mingga tushirmaydi. Bozorlarda esa ko'p ko'raman shuni. Testosteronni erkakning gapiga, yurishiga yoki bozorda savdo qilishiga qarab o'lchab bo'lmaydi. Buni qon tahlili bilan tekshiramiz. Testosteron asosan moyaklarda ishlab chiqariladigan steroid jinsiy gormon. U libido, sperma ishlab chiqarish, mushak massasi, suyaklar va erkaklik jinsiy belgilarini saqlashda muhim rol o'ynaydi. Oddiy so'z bilan aytganda, testosteroni baland erkak qirol sherga o'xshaydi. U juda ham xotirjam, og'ir bosiq, bekordan bekor u yoqdan bu yoqqa shoshilmaydi, juda ham jiddiy, uni aurasini hamma his qilib turadi. U energiyasini saqlaydi, diqqatini jamlaydi va kerakli paytni kutadi. Ovga chiqqanda birdaniga keskin harakat bilan o'ljasiga tashlanadi. Video yoqqan bo'lsa like bosing, repost qiling, yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Izohlarda esa sizga qaysi gormon yoki dori yoki kasallik qiziq bo'lsa yozib qoldiring. Men buni keyingi videoga olib chiqaman. Obuna bo'lib qo'ying, bu yerda foydali va manfaatli kontent. カトン豪華滅却